Biz birgamiz, yo'limiz ochiq. Yangi O'zbekistonni albatta sizlar bilan amalga oshiramiz. Umid nihollaridan bir go'zal bog' unajak, barkamol avlodlarni kutar yorug' kelajak. Tinch bo'lsa osmonimiz, nur sochar oftobimiz, beg'ubor yoshligimiz bo'lib yashar kamalak kamalak. So'ng so'zimning kirish qismidan. Assalom mehr kelar qalbim to'ridan. Keltirdim sizlarga aziz bir kalom. Katta guruh nomidan deymiz assalom. Assalomu alaykum mening mehribon, qadrli bolajonlarim. Hammamiz kayfiyatimiz yaxshimi? Bugungi faoliyatni boshlashga tayyormisiz? Biz qaysi davlatda yashaymiz? O'zbekiston Respublikasida yashaymiz, bolajonlar. Mavzuyimiz edi? Barakalla, biz qanday hasharotlarni bilamiz? Mehrangiz? Bulasar? 5 tebrata. Diqqatimizni ekranga qaratamiz. Ota-bobolarimiz azaldan bola tarbiyasi kamolotiga alohida e'tibor qaratganlar. Inson shaxsini ma'naviy kamolga yetkazish, yuksak xulq-odob, ilm-fanni egallash asosidagina amalga oshirilishi mumkinligini ta'kidlaganlar. Shuning uchun biz shaxs ta'lim tarbiyasi va rivojlanishiga jiddiy e'tibor qaratmog'imiz lozimdir.